Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana 10 soatga qo'ygan katta yo'limiz qo'yildi, ishlashga tayyor. Xudo xolasa mana litkasi bu tomonda ham, ikkita litkasi, termostati, sirkulyatsiyaning nasosi. Mana hozir sizlarga ichlarini ko'rsataman. Mana bu otxonasi. Katta 220 kilogacha sig'adi. Xudo xolasa buni katta bo'lishini, bunkerning katta bo'lishiga sabab sovuq kunlarda -10, -8 kunlarda to'latib soladi. 220 kilo, 230 kilogacha sig'sa, shuni solib yoqib qo'yadi. Xudo xolasa shu bilan tinchib uxlaydi. Unga qarab turish shart emas, o'zi yonib, o'zi o'chib. Issiqlik haroratni mana bu yerdan sovuqqa qarab 60, 70, 80, 90 gacha qo'ysa ham o'chib yonadi katta yo'l. Xudo xolasa ishlash funksiyasi zo'r. Birinchidan mana turbani qizdirib, birinchi alanga yonganda turbani qizdirib o'tib, xotkaga o'tadi-da, xotkada profil ichida o'ynab, tezda isitadi. Isitish darajasi yuqori va tezda olib chiqadi 90 gradusga. Xudo xolasa mana akamiz bitta, ikkita, naryoqda yana bitta katta yo'l bor. 3 ta katta yo'l olgan ekan. Uchovi ham effekt bermabdi. 5 sotikka qilingan, 5 sotikka effekt bermagan. Endi xudo xolasa mana shu bilan tinchiydi akamiz. Endi mana sistemalarga o'tsak, sistemamiz mana pushtaga qilingan. Pushtaga qilinishining sababi ekinga tezroq yetib boradi, yerga yaqinroq bo'ladi. Hamma joyda bir xil issiqlik bo'ladi. Chetasi, o'rtasi ismay qolmaydi xudo xolasa. Shunaqa podacha u ketyapti-da, quyilib oxiridan qaytib kelyapti. Sistemamiz shunaqa. Akamiz qulupnaychi ekan, qulupnay tayyorlaydi ekan. Mana bu yoqdagi 5 sotik kapasiga kiramiz hozir. Sistema 3 ga bo'lingan, alohida 5 sotik, 2,5 sotikdan ikkitaga 10 sotik o'xshaydi. Mana xudo xolasa bu yog'i shu 5 sotiklik kapasi, radiatorlari ham bor. Mana radiatorlarni ham qo'shadi akam. Xudo xolasa hammasi chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa rahmat aytib, minnatdorchilik bildirgan paytda ham xudo xolasa videolarni qo'yamiz. Hammalarga rahmat.